Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada yirik samolyot qulab tushdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 9 dekabr kuni Rossiyaning Ivanovo viloyatida An-22 samolyoti qulab tushdi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi xabar berdi. Ivanovo viloyatida ta'mirdan keyingi aylanib o'tish vaqtida An-22 harbiy transport samolyoti halokatga uchradi. Samolyot odamlar yashamaydigan hududga qulagan, deyiladi rasmiy xabarda. Hodisa joyiga qidiruv-qutqaruv guruhi va havo harbiy kuchlari komissiyasi uchib ketgan. Ular voqea sabablarini hamda bortdagi ekipajning taqdirini aniqlaydi. Shu Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, samolyot parchalanib ketgan. Bortda 7 kishi bo'lgan. O'zbekiston Rossiyadan makaron sotib olishni oshirdi. Rossiya makaron mahsulotlari eksportini 2025-yilning dastlabki 9 oyida 21% ga oshirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi eksport mahsulotlarini rivojlantirish federal xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu davrda Rossiya 154 million dollarlik makaron mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib bergan. Eksportning asosiy ulushi an'anaviy tarzda qo'shni davlatlarga to'g'ri keladi. Belarus 35% lik ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Yil boshidan buyon ushbu mamlakatga 54 million dollarlik mahsulot jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43% ga ko'p. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston 2024-yilda Rossiyadan 34 million dollar qarz olgani haqida aytilgan edi. Sankt-Peterburgning Pargalovo shaharchasidagi avtomobil ta'mirlash ustaxonasida fojia yuz berdi. Bolgarka ishlayotgan migrant bilan baxtsiz hodisa yuz berdi. Manbalarga ko'ra, 48 yoshli o'zbekistonlik erkak bolgarka yordamida geometrik yopiq 200 metrlik metal bochkani ochishga uringan. Bochka to'siqdan portlab ketgan. Portlash erkakni bir necha metr uzoqlikka uloqtirib yuborgan. Tekshiruv natijasida uning bo'yniga kesilgan jiddiy jarohatlar borligi aniqlangan. Voqea joyiga tez tibbiy yordam chaqirildi. Tez tibbiy yordam xodimlari ishchini qutqara olmadi. Muhojir kasalxonaga ketayotganda tez tibbiy yordam mashinasida vafot etdi. Shimoliy G'arbiy federal okrugi bo'yicha Davlat mehnat inspeksiyasi mutaxassislari hozirda hodisaning barcha holatlarini aniqlash uchun tergov olib bormoqda. 7 dekabr kuni Qozog'istonning Oqto'ba viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida o'zbekistonlik 2 fuqaro halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 08:57 da Oqto'ba viloyatidan o'tgan respublika ahamiyatiga ega avtomobil yo'lining 1028-kilometrda Perm-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Yutong rusumli avtobus yon tomonga ariqqa ag'darilib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda avtobusda bo'lgan 49 yo'lovchidan 5 nafari vafot etgan. Ulardan 2 nafari o'zbekistonlik bo'lgan. Xabarda aytilishicha, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonning mas'ul vazirlik va idoralar bilan birgalikda ishchi guruh tuzgan holda YTH oqibatida vafot etganlarning O'zbekistonga olib kelish va ularning oila a'zolariga dafn marosimlarini o'tkazishda har tomonlama yordam ko'rsatish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Siyosiy maslahatchi Igor Dmitriyev o'z maqolasida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat migrantlari mavjud integratsiya qiyinchiliklarga qaramay boshqa mintaqalardan kelganlarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoliklar postsovet hududida o'sgan va shahar hayoti bilan tanish, ko'pchilik rus tilida gaplasha oladi va ma'muriy tartiblarni tushunadi. Bu esa ularning Rossiya jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi.
Dmitriyev bu migrantlarning Rossiya iqtisodiyotiga, ayniqsa an'anaviy ravishda ishlagan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga qo'shgan hissasini yuqori baholaydi. U ular Rossiya iqlimi va ish muhiti bilan yaxshi tanish ekanligini va allaqachon ijtimoiy aloqalar o'rnatilganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga muallifning ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo migrantlarga qarshi axborot kampaniyasi fonida Afg'onistondan ishchi kuchini jalb qilish rejalari haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Dmitriyevning so'zlariga ko'ra, afg'on fuqarolarini o'qitish darajasi va integratsiya salohiyatini ancha pastligi jihatidan